Va bitta narsani ko'rib qoldim. Shogird bola guruch purish olib ketibdi. Ye, Elbek? Ha, guruch sotyapsanmi? Sizmisan? Ha, yaxshi. Guruchlar nech pul? 14 mingdan. Qopiga olsa nech puldan berasan? 13 mingdan berasanmi? Ha, yaxshi. Juma kunlari 13 ming deyapti, shunaqami? Juma masjidining oldida 13 mingdan bo'ladi. Ha, yaxshi. Xudo xolasa, G'anisher tog'a sotadimi o'shda? Kim sotadi buni? G'anisher tog'a sotadi, juma kuni orakini bizlar sotamiz. Ha, yaxshi. Yurishlaring yaxshi. Osh qana bo'ladi buni oshi? Osh 400 Ha. Osh yaxshi. Hamma yo'q. 28-30 ko'rasizlar. Adres qabriston tomondan kelishda, Varzay Qipchariq mahallasiga kelishda. O'ng qo'lda Qipchariqdan yo'lni bo'yiga chiqib ketishda chap qo'lda. Kelaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar.